ko'pchilik yangi kelganlar bilmaydi yoki avval umraga kelganlar o'ylaydi mana shu bo'ldi deb. Haj bu mashaqqat azizlar. Haj oldimizda turibdi. Bu juda mashaqqat. Biz har yili aytsak ham ko'pchilik bunga quloq solmaydi. Biz aytamizki, ayniqsa yoshi kattalarga qayta umra qilib kuchingizni yo'qotib qo'ymang. Chunki oldimizda haj turibdi. Hajga borganda kuchingiz ketib qoladi-da, bu hech narsa qila olmay qolasiz. Shaytonga tosh otishga borib bo'lmaydi, yoshi katta, yoshlar boradi deymiz. Chodirdan chiqa olmay o'tirib qolinadi. Arofatlarda uxlab qoladi, charchaganida. Eng duo qabuliyati joyida. Nima uchun? Chunki ko'p kuch sarflab o'rganmiz. Hozir biz o'sha hadib falonchi uchun umra, pistonchi uchun umra, bobom uchun, dadam uchun umra badal qilaman deb o'zimizni oldimizda turgan farziyatni unutib, bunga kuch sarflab qo'ymaylik. Eng zo'ri tavof. Tavof ham bitta alohida ibodat. 7 marta o'sha tepada tavof qilsa ham bo'ladi. 2 rakat o'sha yerda namoz o'qisa ham bo'ladi. Ka'baga qarab turishlikning o'zi ham bir ibodat. Kuchlarni saqlab, haj uchun ehtiyotini qilib turish kerak va ota-onangizni rozi qilmoqchi bo'lsangiz, ular uchun haj umra badal qilib kuchingizni ketkizaman deyishdi o'rniga o'sha joyda turib ularning haqqiga duo qiling. Ularning haqqiga duo qiling. Chunki marhumlar illiyinda turganda aytadilar payg'ambarimiz alayhisalom bir ruhni darajati ko'tarilib ketib qolar. Ruh hayron bo'lib, "Ay Robbim, ma hada? Robbim nima bu? Nega meni darajotimni ko'tarding?" desa, unga javob bo'larkan, "U dunyodagi farzanding seni haqqingga duo qildi" dedi. Endi Ka'ba oldida duo qilish tasavvur qiling. Duo qabuliyati bo'ladigan joyda, Qur'on nozil bo'lgan joyda, Rasulimiz alayhissalom shu yerda namoz o'qigan joyda turibsiz. Allohim otamni, onamni rahmatingga olgin, mag'firatingga olgin deb duo qilganda ularga berib yetkaziladigan bu xabarni o'ylarkansiz, insonning yuragi o'ynab ketadi. Ko'zi yoshlanadi. Ana shuni g'animat bilib, o'sha joylarda to'xtamasdan duolar qilishimiz kerak aslan. Har bir soatimizni g'animat bilaylik. Keling, bugundan boshlab o'zi kelgandan boshladik, lekin yanada endi men suhbatimdan kelib chiqib aytamanki, hamma o'ziga vazifa qilib olsin. Qur'on o'qishni biladiganlar xatm qilaman deb vazifa qilib olsin. Xatm qilaylik. Xatm qilishni bilmayman deganlar Sura Ixlosni 1000 ta, 10 000 ta o'qiyman deb vazifa qilib olsin. Salovat o'qiyman 1000 ta, istig'for aytaman 1000 ta, kalima aytaman 1000 ta. O'zingizga xohlagan, endi hammaga vazifa qilib